2026-yil 5-aprildagi 3-sonli taqdimnomasiga muvofiq tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibi 11 kishidan iborat qilib belgilangan. Majlisda kengash a'zolaridan 11 kishi qatnashyapti. Shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 10 nafar fan doktori qatnashmoqda. Bugungi majlisning kun tartibi To'rayeva Mohinur Jamshid qizining 020002 analit kimyo va 01110005 atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kimyo fanlari ixtisosliklari bo'yicha bajarilgan. Atrof muhit obyektlaridan qo'rg'oshin 2 va kadmiy 2 ionlarni azot tutgan organik reagentlar yordamida sorpsion spektroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqish mavzusidagi kimyo fanlari falsafa doktori dissertatsiya ishining himoyasi. Ish Toshkent davlat texnika universiteti ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish kafedrasida bajarilgan. Xo'p, ilmiy rahbarlar falsafa doktori, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Rahimov Samariddin Bahodirovich va kimyo fanlari doktori professor Usmonova Zulayho Hasanaliyeva. Rasmiy opponentlar: kimyo fanlari doktori professor Sultonov Marat Mirzayevich, texnika fanlari doktori Muhammedov Qobiljon G'afurovich. Yetakchi tashkilot Kimyo texnologiya instituti. Xo'p, kun tartibi bo'yicha taklif savollar bormi sizlarda? Ularni agar hamma rozi bo'lsa, majlisni boshlashga ruxsat bersangiz. Bugun ruxsat. Unda talabgorning shaxsiy ishlari bilan tanishtirish uchun so'zni ilmiy kengash kotibi Uchqun Ro'zmetovga beramiz. Marhamat Uchqun. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. To'rayeva Mohinur Jamshid qizi 1998-yil 28-iyulda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida ziyolilar oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy. 2016-2020-yillarda Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti organik moddalar kimyo texnologiyasi yo'nalishi talabasi. 2020-2022-yillarda Qarshi davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti kimyo kafedrasi magistranti. 2023 va 2025-yillarda Toshkent davlat texnika universiteti ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish kafedrasi tayanch doktoranti. 2026-yil fevral oyidan hozirgacha qadar Toshkent davlat texnika universiteti neft va gazni qayta ishlash obyektlari kafedrasi assistenti lavozimida ishlab kelmoqda. 15 ta ortiq ilmiy ishlar muallifi, bir qator respublika anjumanlari ishtirokchisi, oilali 2 nafar farzandi bor. Dissertatsiya mavzusi atrof muhit obyektlaridan qo'rg'oshin 2 va kadmiy 2 ionlarini azot tutgan organik reagentlar yordamida sorpsion spektroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqish. Ilmiy rahbar PhD dotsent Rahimov Samariddin Bahodirovich va kimyo fanlari doktori professor Usmonova Zulayho Hasanaliyeva. Dissertatsiya bajarilgan muassasa Toshkent davlat texnika universiteti. Ilmiy faoliyat davomida ilmiy jurnallarda 6 ta maqola va respublika va xalqaro konferensiyalarda 10 ta tez chop qilinib, ma'ruza bilan qatnashilgan. Ilmiy maqolalar bitta xalqaro, 5 ta respublika miqyosidagi OAK bazasiga kiritilgan jurnallarda chop qilingan. Dissertatsiya ishining dastlabki muhokamasi 12 noyabr 2025-yilda Toshkent davlat universiteti texnika universitetining ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish kafedrasining 4-sonli ilmiy seminar majlisida muhokama qilingan. Majlis raisi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish kafedrasi mudiri PhD dotsent Rahmatullayev Fazillah Nigmatullayevich tomonidan imzolangan va Toshkent davlat texnika ilmiy ishlar va innovatsiyalar prorektori Donayev Sardor Burxonovich tomonidan tasdiqlangan. Tahrirchilar PhD dotsent vazifasini bajaruvchi Abdullayeva Dilnoza Kabirjonova. Seminar To'rayeva Mohinur Jamshid qizining atrof muhit obyektlaridan qo'rg'oshin 2 va kadmiy 2 ionlarini azot tutgan organik reagentlar yordamida sorpsion spektroskopik aniqlash usulini ishlab chiqish mavzusida kimyo fanlari doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishini ilmiy himoyaga tavsiya etilgan. Dissertatsiya ishining muhokamasi O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi DSK 03-2025-27 12K0113M raqamli ilmiy kengashning asosidagi 0200 analitik kimyo va 110005 atrof muhit muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kimyo fanlari ixtisosligi bo'yicha bir martalik ilmiy seminarning 30 mart 2026-yildagi 1-sonli majlisida muhokama qilingan. Majlis bayonnomasi ilmiy seminar raisi kimyo fanlari doktori professor Qutlumirodova Nigora Hakimova tomonidan imzolangan. Mirzolov nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergashev Yoqub Suvonovich tomonidan tasdiqlangan. Tahrirchilar kimyo fanlari doktor professor Sultonov Marat Mirzayevich va kimyo fanlari doktori dotsent Tojib Jamoliddin Nasriddinov.
Seminar To'rayeva Mohina Jamshid qizining 02:00:02 analitik kimyo va 11:00:05 atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kimyo fanlari ixtisosliklari atrof muhit obyektlaridan qo'rg'oshin 2 va kadmiy 2 ionlarini azot tutgan organik reagentlar yordamida sarson spektroskopik aniqlash usulini ishlab chiqish mavzusida kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi DSK 03-2025-27-12K01-13M raqamli ilmiy kengashda himoyaga tavsiya etilgan. Dissertatsiya muhokamasi davrida ko'rsatilgan kamchiliklar inobatga olingan va tuzatilgan. Himoya haqidagi e'lon 2026-yil 23-aprelda O'zbekiston Respublikasi OAKning oak.uz veb-saytida va 2026-yil 29-aprelda O'zbekiston Milliy axborot agentligining uz.uz veb-saytida e'lon qilingan. Shuningdek, 2026-yil 29-aprelda Joniet axborot tarmog'i portaliga joylashtirilgan. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ishi va avtoreferati Toshkent kimyo texnologiya institutining kengaytirilgan ilmiy seminarida muhokama etilgan. 2026-yil 1-may 5-sonli bayonnomasi. Ilmiy seminar raisi PhD dotsent Nabiyev Abdurahim Abduhamidovich va tahrirchi PhD Davronova Nornisa Davron qizi tomonidan berilgan tahrirda dissertatsiya ishi ijobiy baholanib, unda ishning dolzarbligi, ilmiy yangiligi, olingan natijalari ilmiy asoslanganligi va amaliy ahamiyati ko'rsatilgan. Talabgorning shaxsiy ishlari bo'yicha savollar bormi? Agar hammasi tushunarli bo'lsa, dissertatsiya ishi bo'yicha ma'ruza qilish uchun so'zni talabgorga beramiz. Marhamat, sizga 20 minutgacha vaqt. Assalomu alaykum, hurmatli a'zolar, ustozlar. Men ruxsatlaringiz bilan boshlayman. Tadqiqot ishining mavzusi atrof muhit obyektlarida qo'rg'oshin va kadmiy ionlarini azot tutgan organik reagentlar yordamida sarson spektroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqish. Demak, mavzuning dolzarbligi gapiradigan bo'lsak, bugungi kunda atrof muhitni ifloslantiruvchi antropogen omillar orasida og'ir metallar bilan ifloslanish oldingi o'rinlarni egallab kelmoqda. Og'ir metallar suv, tuproq, havoda to'planib parchalanmaydi. Bu metallarni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar sifatida esa neft, gaz sanoati, turli xil texnologik chiqindilar, tog' metallurgiya kombinati chiqindilarini keltirishimiz mumkin. Bu metal ionlari inson organizmida nevrologik, patologik, onkologik kasalliklarni keltirib chiqarishi aniqlangan. Og'ir metallar bilan kurashish borasida nafaqat butun jahon, O'zbekistonda ham keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. 2021-yil 20-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga muvofiq 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ekologik barqarorlik va atrof muhitni himoya qilish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilab olingan. Atrof muhitning ifloslanish darajasini baholash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi qarori imzolangan. 2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida Prezidentimizning farmonlari imzolangan. Toksik darajasiga, toksiklik ta'siriga ko'ra davlat standartiga muvofiq 3 sinfga bo'linadi. Tadqiqot ishi uchun tanlab olingan qo'rg'oshin va kadmiy metallari 1-sinf yuqori darajali xavfli metallar sinfiga mansub bo'lib, bu metallarning turli xil atrof muhit obyektlarida ruxsat etilgan chegaraviy miqdorlardan ortishi turli xil zararli oqibatlarga olib kelishi ma'lum. Shu sababli bu metal ionlarini aniqlashning tezkor, arzon usullarini ishlab chiqish hozirgi olimlar oldidagi asosiy vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Atrof muhit obyektlarida qo'rg'oshin va kadmiy ionlarni azot tutgan organik reagentlar yordamida sarson spektroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqish bu tadqiqotning birinchi vazifasi hisoblansa, ikkinchisi ishlab chiqilgan sarson spektroskopik usul yordamida atrof muhit obyektlarida monitoring o'tkazish hisoblanadi. Tadqiqotning vazifalari sifatida qo'rg'oshin va kadmiy ionlarning sezgirligi yuqori bo'lgan organik reagentlarni tanlash, immobellanishni amalga oshirish, immobellangan organik reagentlar yordamida qo'rg'oshin va kadmiy ionlarni kompleks hosil qilishning maqbul sharoitlarini tanlash,
hamda Borger-Lamberber qonuniga bo'ysunish sohasini aniqlash, imobillangan reagentlarning qo'rg'oshi va kadmiy ionlar bilan kompleks hosil qilish mexanizmini Raman spektroskopiya, SEM rentgenfluoressent analiz usullari yordamida tahlil qilish, qo'rg'oshi va kadmiy ionlarni aniqlash uchun sarson spektroskopik usul ishlab chiqish, yondosh ionlar ta'sirini tadqiq etish, uchlamchi va murakkab model aralashmalari tarkibidagi metall ionlarni aniqlash hamda usulning metrologik ko'rsatkichlarini baholash, ishlab chiqilgan sarson spektroskopik usulni turli atrof obyektlarga tadqiq etish, suv havzalari, sanoat oqov suvlari, qo'rg'oshin hamda kadmiy ionlari miqdorini monitoring qilish hamda olingan natijalar asosida ekologik tahlillar amalga oshirish, ishlab chiqilgan usul laboratoriya hamda ishlab chiqarish sharoitlarida qo'llash imkoniyatlarini baholash hamda Muborak gazni qayta ishlash zavodi, Sho'rtan neft gaz qazib chiqarish boshqarmasida joriy etish. Demak, ishlab chiqarilgan usulni, demak, bosqichlar haqida gapiradigan bo'lsak, namuna tayyorlanadi, imobillash amalga oshiriladi, qo'rg'oshi va kadmiy ionlari konsentrlanadi, ishlab chiqilgan usul orqali analitik signal intensivligiga ko'ra metall ionlarining miqdori aniqlanadi. Ko'p sonli tajribalar hamda adabiyotlar tahliliga tayangan holda qo'rg'oshin ionlarini aniqlash uchun metil-simol kuk reagenti, kadmiy metal uchun esa kadion ere reagenti analitik reagent sifatida tanlab olindi. Imobillanishni amalga oshirish maqsadida turli xil sorbent tanlash maqsadida turli xil tolalar ustida tajribalar o'tkazildi. Bunda PPD, PPA va ipak fibrin tolalari tanlab olinib, reagentlarning imobillanishdan avvalgi va imobillanishdan keyingi eritmalarining nur yutish spektrlari tahlil qilinganda, ipak fibrin tolasiga imobillangan kadion ere va metil-simol kuk reagentlarining nur yutish intensivligi eng minimal qiymatga ega ekanligi aniqlandi. Tadqiqot uchun tanlab olingan sorbentimiz bu Urganch mahsulot cheklangan jamiyatiga tegishli bo'lgan chiqindi tola hisoblanib, uning asosiy tarkibini aminokislotalar tashkil qiladi. Imobillanishning optimal sharoitlari ko'rib chiqildi. Bunda imobillanish uchun 10 daqiqa, kadion erani imobillanish uchun 15 daqiqa, nur qaytarish metil-simol kuki uchun 450 nanometr, kadion ere uchun esa 410 nanometrni tashkil qildi. Eluent sifatidan nitrat kislotani 0,01 normalniy eritmasi, regeneratsiya xossasi esa 3-4 marotabaga tengligi aniqlandi. Demak, bilamizki, ipak fibrin tolasi tabiiy sorbent bo'lib, imobillanishni amalga oshirmagan holatimizda ham metall ionlarni o'zida sorpsiya qilish xususiyatiga ega. Imobillanganimizdan keyingi va imobillanishimizdan avvalgi sorpsiya xususiyatlarini solishtirganimizda bunda qo'rg'oshin ionlarini sorpsiya qilishi 32 marotabagacha, kadmiy ionlarni sorpsiya qilishi esa 53 marotabagacha ortishi aniqlandi. Hosil bo'lgan komplekslarning nur yutish va nur qaytarish spektrlari tahlil qilindi. Bunda demak ko'rishimiz mumkinki, eritma holatida metil-simol kuk reagenti 440 nanometrda, qo'rg'oshin bilan hosil qilgan kompleks 610 nanometrda analitik signal bergan bo'lsa, imobillangan reagentning qo'rg'oshin bilan hosil qilgan komplekslarning nur qaytarish spektrlari olinib, Kubel-Kimyoviy funksiyasiga o'tkazildi. Bunda Kubel-Kimyoviy funksiyasiga o'tkazilganda nur yutish va nur qaytarish spektrlari bir-biriga to'la mos kelganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda esa kadion ere reagentimiz suyuq fazada 410 nanometrda nur yutsa, kadmiylik kompleksimiz esa 490 nanometrda nur yutish aniqlandi. Imobillangan kadion ere hamda imobillangan reagentning kadmiy bilan hosil qilgan kompleksning nur qaytarish spektrlari olib Kubel-Kimyoviy funksiyasiga o'tkazganimizda bundagi olingan natijalar nur qaytarish natijalari nur yutish natijalariga to'la mos keldi. Kompleks hosil bo'lishida muhit bu asosiy vazifalarni bajaruvchi omillardan biri hisoblanadi. Qo'rg'oshin ionlari metil-simol kuk reagenti bilan pH 5-6 oralig'ida, kadmiy kadion ere reagenti bilan esa 9-9,5 oralig'ida barqaror kompleks hosil qilish aniqlandi va bu muhitni ta'minlash uchun turli xil bufer eritmalari tayyorlab ko'rib tajriba amalga oshirilganda universal bufer eritmaning pH 5,5 li eritmasi, baratli bufer eritmaning esa 9,5 li eritmasi optimal muhit sifatida tanlab olinib, keyingi tajribalarda ishlatildi.
Imobillanishni tartibi va vaqtga bog'liqligi o'rganildi kompleks hosil bo'lishida. Demak, bilamizki, imobilanish jarayonini 3 xil tartibda amalga oshirishimiz mumkin. Imobillanishni tola, reagent, metal tartibida amalga oshirganimizda analitik signalimizdan intensivlik eng yuqori qiymatga ega bo'ldi va vaqtga bog'liqligi o'rganilganda qo'rg'oshin ionlari 7 daqiqada, kadmiy ionlar 5 daqiqada to'la kompleks hosil qilishi aniqlandi. Kompleks hosil bo'lishida reagent va metallarning mol nisbati aniqlash uchun izomolyar seriyalar usuli orqali tahlillar amalga oshirildi. Bunda reagent va metalning teng molyarli eritmalari tayyorlab olinib, turli xil hajmiy nisbatlar imobilanish amalga oshirilganda birga bir hajmiy nisbatda natijalarimiz eng yuqori qiymatga ega bo'ldi. Demak, hosil bo'lgan komplekslarning metal ionlarining miqdoriga, ya'ni Borger-Lamberberg qonuniga bo'ysunish oraliqlari o'rganib chiqildi. Bunda qo'rg'oshin ionlarimizning miqdori 2,5-35 mikrogramm taqsim 50 millilitr oralig'ida, kadmiy ionlari esa 1,5-35 mikrogramm taqsim 50 millilitr oralig'ida Borger-Lamberberg qonuniga bo'ysunishi aniqlandi. Demak, bu yerda hosil bo'lgan komplekslarimizni metrologik hamda analitik parametrlarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda aniqlanish chegaralari bemalol texnogen suv namunalarini analiz qilishimiz uchun yetarli darajada ekanligini ko'rishimiz mumkin. Hosil bo'lgan komplekslarning tarkibini aniqlash uchun Raman spektroskopik tahlil usullari amalga oshirildi. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkinki, birinchi spektrlarimiz imobillanishdan avvalgi metil-timol ko'kiga, ikkinchi ko'k spektrlarimiz imobillangan metil-timol ko'ki va qizil spektrlarimiz imobillangan metil-timol ko'kining qo'rg'oshin bilan hosil qilgan komplekslarning spektrlari hisoblanadi. Bunda reagent tarkibida faqat reagent tarkibiga xos bo'lgan analitik signallar aniqlangan bo'lsa, imobillanishdan keyin aynan karboksil gruppada siljishlar kuzatilgan. Kompleks tarkibi tahlil qilinganda esa aynan metal kislorod, metal azot bog'lari uchun xos bo'lgan analitik signallarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ipak fibrain, ya'ni toza ipak fibrain, imobillangan kadion area hamda kompleks tarkibi Raman spektroskopik tahlil o'tkazildi. Bunda ko'rishimiz mumkinki, ipak fibrain tarkibidagi karbonil, azot, vodorod, azot, uglerod bog'lari uchun xos bo'lgan signallar aniqlangan bo'lsa, imobillanishdan keyin aynan azot, vodorod bog'lari uchun xos bo'lgan analitik signallarda siljishlar kuzatilgan. Bundan biz xulosa qilishimiz mumkinki, ammonia imobillanish NH bog'lar hisobidan ketayotganligini. Imobillangan reagent tarkibida azot, uglerod bog'lari uchun xos bo'lgan analitik signallarda ham siljishlarni ko'rishimiz mumkin. Hosil bo'lgan komplekslarimizni SEM spektr usullari orqali tahlil qilindi. Demak, bu yerda imobillangan metil-timol ko'ki va imobillangan metil-timol ko'kining qo'rg'oshin ionlari bilan hosil bo'lgan spektrlarini ko'rishimiz mumkin. Imobillangan reagent tarkibida faqat tola reagent tarkibidagi elementlarga xos bo'lgan signallar aniqlangan. Kompleks tarkibida esa qo'rg'oshinga xos bo'lgan analitik signallar paydo bo'lgan hamda elementlarning morfologiyasi o'rganib chiqilganda qo'rg'oshin ionlari kompleks tarkibida, kompleks namunasi tarkibida butun hajm bo'ylab teng taqsimlanganligini ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, kadion area, imobillangan kadion area hamda imobillangan kadion areani kadmiy bilan hosil qilgan komplekslarning spektrini ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda imobillangan kadion area tarkibida faqat azot, oltingur, kislorodga xos bo'lgan signallar aniqlangan bo'lsa, bu yerda esa kadmiyga xos bo'lgan analitik signallar aniqlangan hamda tola yuzasida ham o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Ko'p elementli analiz usullari bo'lgan rentgen fluoressent analiz usullari ham amalga oshirildi. Demak, imobillangan reagent tarkibida ko'rishimiz mumkin, qo'rg'oshinga xos bo'lgan analitik signal aniqlanmagan. Kompleks tarkibida esa qo'rg'oshinga xos bo'lgan intensivligi yuqori signalni demak ko'rishimiz mumkin. Demak, kadion area imobillangan holatida kadmiy uchun xos bo'lgan signal sohada signallar mavjud emas. Imobillangan
Hurmatli rais, ovozi eshitilmay qoldi. Sho'rtan neft gaz qazib chiqarish boshqarmasiga tegishli bo'lgan tuproq namunalari olib kelindi. Bunda 1 metr, 1 kilometr, 5 kilometr va 10 kilometr uzoqlikdagi tuproq namunalari olib kelib tahlil qilinganda 1 metr uzoqlikda ikkala hududda ham metall miqdori oshganligini ko'rishimiz mumkin. 1 kilometr uzoqlikda muborakda faqat kadmiyning miqdori, 1 kilometr uzoqlikda sho'rtanda oz miqdorda qurg'oshning miqdori oshganligi aniqlandi. Chiqindi texnologik suvlarda ham qurg'osh va kadmiy metall ionlarini kiritildi, topildi usullar orqali analizlar amalga oshirildi. Bunda ko'rib turibsizki, kiritilgan qiymatlar topilgan qiymatlardan yuqori. Buni xulosa qilishimiz mumkinki, ma'lum bir miqdorda texnogen suvlar tarkibida qurg'osh va kadmiy ionlari mavjud. Bora gazni qayta ishlash zavodi texnogen suv tarkibi makro va mikro elementlar tahlili amalga oshirildi. Bunda Mubora gazi qayta ishlash zavodida tahlil qilinganda 21 turdagi metall ionlari aniqlandi. 21 turdagi metall ionlaridan kadmiy, mis, temir, alyuminiy ionlarining ruxsat etilgan chegaraviy miqdordan ozroq oshganligi aniqlandi. Sho'rtan neft gaz qazib chiqarish boshqarmasiga tegishli texnogen suv tarkibini ham makro va mikro elementlar tahlili amalga oshirildi. Bunda 22 turdagi metall ionlari aniqlangan. Bunda kadmiy, qurg'oshin, meshak, marganis, temir va alyuminiy metall ionlarini ruxsat etilgan chegaraviy miqdordan oshganligini ko'rishimiz mumkin. Qashqadaryo daryosi tarkibidagi qurg'osh va kadmiy metall ionlarini 2020-2024 yillar oralig'ida mavsumiy o'zgarish dinamikasi tahlil qilindi. Bunda 5 yil mobaynida 4 mavsumda qurg'osh va kadmiy metall ionlarining daryo suvlarida ruxsat etilgan chegaraviy miqdordan qurg'osh va kadmiy metall ionlarining oshmaganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, ishlab chiqilgan usulning qisqacha texnologik sxemasi sifatida demak buni chizmani keltirdik. Demak, emobellanish amalga oshiriladi. Emobellanish amalga oshirilgandan keyin namuna tahlil qilinadi. Namuna tahlil qilinganda qurg'osh va emobellangan reagent qurg'osh va kadmiy metall ionlari bilan reaksiyaga kirishib, rang intensivligi o'zgaradi va rang intensivligi o'zgarishi orqali analitik signal olinib, tahlil qilinadigan namuna tarkibidagi qurg'osh va kadmiy metall ionlarining miqdorini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Bunda analizlarni amalga oshirib bo'lganimizdan so'ng nitrat kislota orqali ishlatilgan tolani dissorpsiya qilib qayta jarayonga kiritishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ishlab chiqilgan usul xulosalar qurg'osh va kadmiy ionlarini atrof muhit obyektlari tarkibidan sarson spektroskopik aniqlash uchun qurg'osh ionlari uchun metil simol ko'ki, kadmiy ionlar uchun kadion reagentlari reagent sifatida qo'llanildi. Ipak tolasi biosorbent sifatida qo'llanildi. Spektroskopik tahlillar asosida qurg'osh va kadmiy ionlarini emobellangan reagentlar bilan kompleks hosil qilish uchun maqbul sharoitlar topildi. Burger-Lamberber qonuniga bo'ysunish oraliqlari 2,5-35 mikrogramm taqsim 50 ml qurg'osh ionlari uchun, kadmiy ionlari uchun esa 1,5-35 mikrogramm taqsim 50 ml ligi aniqlandi. Qurg'osh ionlarini metil simol ko'k reagenti bilan
karboksil hamda azot guruhlari bilan kadmiy ionlarini esa kadion reagen tarkibidagi amin hamda azot guruhlar bilan bog'lanib barqaror kompleks hosil qilish aniqlanib, ularning barqarorlik konstantalari 10⁸ tartibidaligi isbotlandi. Qurg'oshin va kadmiy ionlarini aniqlash uchun ishlab chiqilgan usul yondosh ionlarning ta'siri o'rganildi, murakkab model aralashmalar ta'sirida qo'llanildi. Usulning quyi aniqlanish chegarasi qurg'oshin uchun 2,7 mikrogramm taqsim 50 millilitrga, kadmiy ionlari uchun esa 1,6 mikrogramm taqsim 50 millilitrga tengligi aniqlandi. Ishlab chiqilgan sarson spektroskopik usul orqali tabiiy suv havzalari, sanoat suvlari, tuproq namunalari tahlil qilindi. Qashqadaryo daryosining 5 yillik mavsumiy tahlil natijalari o'tkazilganda hech qaysi metallni ruxsat etilgan chegaraviy miqdorlardan oshmaganligini demak aniqlandi. Atrof muhit obyektlarida qo'rg'oshin va kadmiy ionlarni sarson spektroskopik aniqlash usullarini real obyektlar analiziga qo'llash uchun tavsiya etilib, ishlab chiqilgan usul Qashqadaryo viloyati Sho'rta neft gaz qazib chiqarish boshqarmasi, Muborak gazni qayta ishlash zavodi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ekspert kriminalistika bosh markazining laboratoriyalarida sinovdan o'tkazildi va amaliyotga joriy etildi. Demak, quyida olingan dalolatnoma va ma'lumotnomalar bilan tanishishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Ma'ruza tugadi. Hurmatli ustozlar, marhamat. Kimda qanday savollar bor? Marhamat, Zoomdagi ustozlar. Kimda savollar bor? Talabgorga nisbatan, talabgorga yuzasidan. Assalomu alaykum, hurmatli rais, mumkinmi? Domla ovozingiz eshitilmayapti. Ha, gapiryapmanmi? Assalomu alaykum, hurmatli rais, mumkinmi savol? Eshitilmayaptimi? Eshitilyaptimi o'zi? Marhamat, domla. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. Mohinur To'rayevaga savollarim bor edi tadqiqotchiga. Tavsiya qilinayotgan ushbu usul amaldagi mavjud usullar bilan solishtirilganmi? Buni avtoreferatda ko'rmadik. Solishtirilgan bo'lsa, farqlarni, afzalliklarini Gapirib turing, qo'shamiz. Ikkinchisi, endi atrof muhit muhofazasi bo'yicha bo'lgani uchun ushbu usulni iqtisodiy jihatdan atrof muhit sifatini monitoring qilish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladimi, yo'qmi? Ha, bo'ldi mana. Bo'ldi, domla gapiravering bemalol. Assalomu alaykum, endi eshitilyaptimi? Eshityaptimi? Domla. Tavsiya qilinayotgan ushbu usul amaldagi mavjud usullar bilan solishtirilganmi? Agar solishtirilgan bo'lsa, afzalliklarni aytib o'tsangiz. Savolingiz uchun rahmat, domla. Xo'p, demak, bu ishlab chiqilgan usulimiz qilingan usullar bilan solishtirilgan. O'zim usulimni ajralib turadigan qismini aytadigan bo'lsam, biz o'zimizni ishimiz uchun polimer sorbent sifatida atrof muhit ixtisosligini ham qo'shib olganligimiz uchun biopolimer, ya'ni tabiiy sintetik bo'lmagan tabiiy sorbentdan foydalanganmiz. Bu tadqiqot ishida foydalanilgan tabiiy sorbent chiqindi tola bo'lib, Urganch Tex mahsuloti cheklangan jamiyat tomonidan mahsulot ishlab chiqarishda 70%, ya'ni ipak fibrain tolaning 70% ishlatiladi, 30% esa chiqindi sifatida chiqarib tashlanadi, chiqit sifatida. O'sha chiqindi tolani, demak, bilamizki, bu yerda to'g'ridan to'g'ri imobellash amalga oshirib bo'lmaydi. Imobbellashga tayyorlab, imobellash amalga oshirib, shu usul uchun qo'llaganmiz. Ham usulimizni afzalligi bu yerda texnogen suv tarkibidagi qo'rg'oshin va kadmiy ionlarini analiz qilish uchun aniqlanish chegarasi yetarli darajada hisoblanadi. Rahmat. Ikkinchi savol 11.00.05 ga ixtisoslikka taalluqli bo'lgani uchun iqtisodiy jihatdan atrof muhitni sifatini monitoring qilishda xarajatlarni kamaytirish mumkinmi ushbu usul?
Albatta, demak, biz aytganimizdek bu yerda hozir bizani polimer sorbentimiz chiqindi. Bu polimer sorbentni ishlab chiqarish uchun ortiqcha energiya hamda modda talab etilmaydi, reagentlar talab etilmaydi. Undan to'g'ridan-to'g'ri foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Chunki o'sha boshqa usullarda, sarson spektroskopik usullarda katta xarajat bu tolani sintez qilish uchun talab qilinadi, eng katta xarajat. Rahmat. Savollar bormi yana ustozlar? Zoom'dagi ustozlardan. Marhamat. Mana aytdingiz, kompleks aytyapsiz va reagent o'zi elektr o'tkazuvchanlik. O'zgarishlar qanaqa o'zgarish bo'ldi? Mana bundan xulosa olgan xulosangiz. Xo'p, agar masalan biz elektr o'tkazuvchanligini o'lchagan vaqtimizda metal tuzini elektr o'tkazuvchanligi eng yuqori qiymatga egadi. Chunki bilamiz, deyarli 100% dissotsiyalanadi va elektr o'tkazuvchanligi ionlarning ko'pligi sababli eng maksimal katta qiymatga ega. Reagentimizda bu qiymat pastroq. Kompleks hosil bo'lgan ikkita shu reagent hamda metal tuzlarini aralashtirib kompleks olgan vaqtimizda hosil bo'lgan eritmani elektr o'tkazuvchanligi bu ikkita moddani elektr o'tkazuvchanligidan katta farq qiladi-da. Additivlik foydasiga ko'ra, o'sha agar yangi modda hosil bo'lmagan deydi, bu ikkita modda aralashgan modda elektr o'tkazuvchanliklarini orasidan yoki o'sha elektr o'tkazuvchanligi katta bo'lgan moddani elektr o'tkazuvchanligiga yaqin qiymat bo'lishi kerak edi-da. Bu kompleks elektr o'tkazuvchanligi ikkalasininkidan katta farq qilgan. Usuli muxtabor dedingizmi? Bu qo'shimcha usul sifatida eritmada qilingan tajriba. Marhamat, savol bormi domlalar? Ustozlar. Ustozlar, mana siz 11-slaydda statik almashinuvni o'rgangansiz. Xo'p, dastlabki mahsulotlaringiz bilan siz olingan mahsulotlarni solishtirganingizda qanday xulosalarga keldingiz? Xo'p, demak, statik almashinish sig'imini biz hisoblayotganimizda 0,2 gram analitik tarozida tolani tayyorlab oldik va qo'shimcha usul sifatida spektrofotometrik reaksiya orqali o'sha qurg'oshin tuzini eritmasini tayyorlab olib, masalan 0,-3 molarli eritmasini tayyorlab olinib, uni 50 millilitr miqdorda 0,2 gram tolaga immobillanib ma'lum vaqt kutildi va biz bu eritmani o'sha sorbsidan keyingi konsentratsiyasini qo'shimcha spektrofotometrik usul orqali hisoblab oldik. Xuddi shu ishlarni immobillangan tola ustida ham amalga oshirdik, ya'ni 10⁻³ molarli va immobillangandan keyingi, ya'ni ma'lum vaqtdan keyin qolgan eritmani qurg'oshin ionlari miqdori aniqlanib, bu ikkita qiymat bir-biri bilan solishtirilganda immobillanish 32 marotibagacha ortdi. Buni masalan nima bilan tushuntirishimiz mumkin? Ipak fibrain tolasi sorbent, ya'ni metallarni yutish xossasiga ega, lekin aynan metil-simol kuk reagenti qurg'oshin uchun aktiv markazlarni hosil qilishi hisobiga qurg'oshin ionlarini sorpsiya qilishi oshgan bu yerda. Boshqa metal ionlarini qurg'oshinda siz o'rgatgan kadmiydan tashqari boshqa metal ionlarni sorpsiya qilmadimi? Qiladi. Bu ipak fibrain sorbenti faqat qurg'oshin yoki kadmiyni emas, hamma musbat ionlarni o'zida sorpsiya qilish xossasi mavjud, lekin aynan bizning usulda, ya'ni selektivlik ta'minlab berilgan, aynan qurg'oshin va kadmiy immobillash amalga oshirganimiz sababli qurg'oshin va kadmiyni sorpsiya qiladi. Agar biz bu natijalarni masalan individual eritma bilan solishtirganimizda murakkab model aralashma yoki tabiiy texnologiyadan suvlar olib kelib farqini ko'radigan bo'lsak, faqat kadmiy emas, kadmiydan boshqa metallar ham aralash holda bu yerda sorpsiya qiladi. Lekin bu yerda sorpsiya kuchsiz hisoblanadi. Chunki ta'siri oddiy suv bilan yoki kuchsiz kislota bilan ham dissorpsiya qilgan vaqtingizda ularni
oson qo'yib yuboradi-da, ya'ni bog'li uzilish boshqa oson. ionlarga nisbatan. Hmm. Hop, keyingi savolim mana bu tadqiqot usullariga elektrokimyoviy usullar deb ketibsiz. Qaysi aynan elektrokimyoviy usullardan foydalandingiz? Yo'q, elektrokimyoviy bu konduktometriya faqat bitta qo'shimcha usul sifatida kiritilgan va moddalarni elektr o'tkazuvchanlik eritma misolida usulimizga qo'shimcha usul sifatida kiritib o'rganganmiz. 35-slaydingizni sxemasini. Marhamat, savollaringiz bo'lsa. Mumkinmi, hurmatli rais? Mumkin, marhamat domla. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli kengash a'zolari. Menda bitta savolim bor edi. Mohimxon, mana siz demak sarson spektroskopik aniqlash metodikasini yaratgansiz. Mana atrof obyektlardan qo'rg'oshin kadmiy yo'llarini aniqlash bo'yicha. Siz olib borgan tadqiqotlaringiz davomida qaysi xorijiy olimlarni metodikalardan foydlandingiz, solishtirdingiz va sizni ishlab chiqqan metodikangiz nimasi bilan afzalligi bor? Rahmat domla savolingiz uchun. Men buni jadval ko'rinishida keltirgandim. Yo'q. Demak, mana bu yerda hozir o'zimizdan ishlab chiqqan usul qolgan xorijiy olimlarni usullari bilan solishtirilganda, bu yerda masalan bizning ishlab chiqqan usulimiz ortiqcha xarajat hamda xatti-harakatlar o'ta yuqori darajadagi qiymatga ega bo'lgan asbob-uskunalarni talab qilmaydi. Nano materiallarga asoslangan sensorlarga nisbatan bizning masalan lot qiymatlarimiz bemalol o'sha qo'rg'oshin va kadmiy miqdorini analiz qilib berish uchun yetarli darajada. O'sha sarson spektroskopik usul bo'yicha ham juda ko'p Xitoy olimlari ham ishlar olib borishgan ekan. Masalan, ko'proq oziq-ovqat moddalari tarkibida aniqlash bo'yicha ishlar olib borilgan ekan. Ular ko'proq o'sha sintetik polimer moddalar, sintetik polimer yoki sorbentlardan foydalanishgan, nano materiallardan foydalanishgan. Bunda ishlab chiqarish vaqtida o'sha sintetik sorbentlar va nano materiallarni tayyorlash uchun ham ma'lum bir vaqt katta tajribali mutaxassislar hamda katta qiymatga ega bo'lgan asbob-uskunalar talab etiladi-da. Lekin bizada ishlatadigan asbob-uskunamiz ham juda bir qiymati juda bir qimmat asbob-uskuna hisoblanmaydi. Rahmat. Savol bormi yana? Menda bor edi, mumkinmi Tursunon aka? Mumkin, Nigora, mumkin, marhamat. Mohinur, aytingchi, siz hozir konduktometrik analiz usulini qo'lladim dedingiz.
konduktometrik analiz usulini nima maqsadda qo'lladingiz? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, konduktometrik analiz usulini sezgirligi past va selektivlik, ya'ni tanlab ta'sir etuvchanligi ham past. Uni qo'llashingizda o'sha sizni usulingiz undan 1000 marta sezgirroq va selektivroq. Uni qanday parametrlarga asoslanib, agar solishtirgan bo'lsangiz, solishtirdingiz? Rahmat domla savolingiz uchun. Bu yerda biza metal ionini aniqlab usulimizni solishtirganimiz yo'q konduktometriya bilan. Bu solishtirma elektr o'tkazuvchanligi o'zimizning eritmalarimizni reagentni, metal tuzini hamda kompleks eritmalarini elektr o'tkazuvchanligini bir-biri bilan solishtirish uchun foydalanganmiz. Masalan, usul aniqligini emas. Bu yerda. Elektr o'tkazuvchanligini aniqlabsiz va bundan qanday xulosalar chiqardingiz? Bunda eng yuqori qiymat metal tuzi eritmasida ega bo'ldi va kompleks hosil bo'lgandan keyin elektr o'tkazuvchanligini qiymati shu ancha pasayganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, demak, yangi modda hosil bo'lgan deb qo'shimcha usul sifatida bu usulni ham kiritib ketganmiz. Tushunarli. Demak, siz kompleks hosil bo'lganini, eritmada kompleks hosil bo'lishini solishtirma elektr o'tkazuvchanlikka o'lchash orqali tasdiqlagansiz, to'g'rimi? Shunday. Qo'shimcha usul sifatida kiritib o'tib ketganmiz. Tushunarli, rahmat. Savollar bormi? Rahmat.
bilan solishtirganingizda nechadir marta oshgan ekan, shundaymi? Reaktivlarni o'zi bilan solishtirganda necha marta ortdi? O'sha reaktiv yuttirmagan holatimiz bilan yuttirgan holatimizni solishtirganimizda 32 marotaba oshgan. Reaktivning o'zining kompleks hosil qilish qobiliyatiga nisbatan siz hosil qilgan ana bu immobillangan reagent qobiliyati qancha? Misol uchun reagent timol ko'ki bormi? Metil timol ko'kining o'zi misol uchun necha marta kompleks hosil qiladi va ipak fibrayniga immobillaganingizdan keyin necha marta oshadi, kamayadi? Shunisi bormi? Yo'q, hozir bizni immobillanishdan avvalgi, ya'ni metil-timol ko'kini o'zini yuttirmagan holatimizda toza Tozaga nisbatan aniqlagansiz. Timol ko'kining o'ziga nisbatan qancha o'zgaradi? Misol uchun metil timol ko'kining o'zi ham qo'rg'ashini hisoblash mumkinmi? Kompleks hosil qilish mumkin. Kompleks hosil qiladi. Bizni o'sha metil-timol ko'kini eritmada emas, tolaga o'tkaztirganimizdan keyin kompleks hosil qilganmiz, qattiq fazada. Xo'p, keyingi savol. Kompleks immobillash jarayoningizda metil timol ko'kining o'sha nima bilan, fibrayin bilan birikishini qanaqa tushuntiryapsiz? Xo'p, bu yerda bilamizki, ipak fibrayin tarkibida NH, ya'ni peptid bog'lar mavjud. NH biz buni xlorid kislota bilan aktiv holatga, xlorli formaga o'tkazib oldik. Xlorli formaga o'tkazib olganimizdan keyin karboksil va sulfo reagent tarkibidagi karboksil hamda sulfo gruppalar hisobidan immobillanish ketdi. Shu yerda siz ko'rsatayotgan o'sha amid bog'ingiz. Mana. NH, demak bu NH ko'rinishida bo'ladi. Xlorid kislota berganimizdan keyin Amid bog'i. Amid bog'ining kuchli kislotalar bilan bog' hosil qilishi, kompleks hosil qilish qay darajada? Sizning kislotangiz kuchsiz karboksil. Shundaymi? Karboksil guruhning kislotalik xususiyati past bo'ladi. U odatda amidlar bilan tuz hosil qilmaydi. Buni qanaqa tushuntirasiz? Bu yerda bizda masalan Raman spektroskopiya bilan ishlaganimizda ham, Raman spektroskopiya tahlil o'tkazganimizda ham aynan shu karboksillarda siljishlar kuzatilganda, shu sababli biz taxminiy struktura sifatida buni keltirganmiz. Taxminiy struktura, lekin amid bilan bog' kompleks hosil qilish qobiliyati deyapti. Yo'q, kompleks hosil bo'lishi emas, bu yerda immobillanish. Immobillanish demak qandaydir bog'lanish bo'lyapti? Immobillanish bo'ladi. Ta'siri. Elektrostatik ta'sir bo'lsa u darajada bo'lmas. Elektrostatik ta'sir emas, kimyoviy bog'lanish. Donor akseptor bog'lanish. Shundaymi? Shunday. Demak elektrostatik emasmi? Elektrostatik ham bu kimyoviy bog' hisoblanadi. Yo'q, yon bog'da elektrostatik bu to'g'ri, o'sha kuchsiz, lekin bu yoqda yon bog' hisoblanadi. Donor akseptor bog'lanish. Donor akseptor bog'lanish hisoblanadi. Agar karboksil guruhingiz amino guruhga aytayotgan amid guruhiga agar vodorodni desa, shundaymi? Mana shu amid guruhining men vodorodni biriktirish qobiliyati to'g'risida so'ragandim. Xo'p, endi bu yoqdagi xususiyat tushunarli. Yana bitta narsa tushib qoldi. Bu menimcha bitta nima tushunmovchilik bo'ldi. Qaydadir yozgan ekansiz, mozor suvi deb. Bu qanaqa tushunish mumkin? Texnogen suvi bo'lsa kerak. Texnogen suvini nomi ekanda, shu mozor suvi deb atashgan. Shunaqa mozor suvi bitta o'zi hovuzi bor ekan, texnogen suvlarini saqlaydigan, o'shaning nomi mozor suvi deb nom. Bormi yana kimlar? Bitta. Yana bitta savol bering. Agar yetarli bo'lsa, marhamat. Xo'p. Demak, ilmiy ishga kelgan yetakchi tashkilot xulosasi va haqlar bilan tanishtirgan so'zlar ilmiy tartibga beramiz. Yetakchi tashkilot va referatoriga kelgan mulohazalarni o'qib eshitiraman ruxsatingiz bilan. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ishi vaqti referati Toshkent kimyo texnologiya instituti ilmiy seminar muhokama etilgan 2026-yil 1-may 5-oyli bayonnoma. Yetakchi tashkilot ilmiy seminar raisi Dotsent Nabiyev Abduhamidovich, ilmiy kotib Hatamradova Muloqot Shavkatovna tomonidan imzolangan va Toshkent kimyo texnologiya instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor professor Rahimov tomonidan tasdiqlangan.
Taqrizchi Toshkent kimyo texnologiya instituti assistenti PhD Davronova tomonidan berilgan taqrizda dissertatsiya ishi ijobiy baholanib, unda mavzuning dolzarbligi va zarurati, maqsadi va vazifalari, ilmiy yangiliklari, ilmiy va amaliy ahamiyati, tadqiqot natijalarining joriy etilganligi, chop etilgan ilmiy ishlar, dissertatsiyaning asosiy natijalarida aks etganligi, dissertatsiya va tadqiqotning o'zaro mosligi ko'rsatilgan. Shu bilan bir qatorda quyidagi kamchilik va takliflar keltirilgan. Dissertatsiya adabiyot sharhining hajmi katta va juda ko'p qisqartirilgan so'zlardan foydalanilgan. So'zlarning to'liq nomi keltirib o'tilmagan. Ikkinchi, adabiyotlardan ma'lumki, og'ir metallarning 30 dan ortiq turi bor. Nima uchun obyekt sifatida aynan shu metallar tanlangan va nima asosda? Uchinchi, dissertatsiya qo'rg'oshin va kadmiy yo'llarining imobillangan reagentlar bilan hosil qilgan komplekslarining element tahlili natijalari keltirilgan, lekin reagentlarning element tahlili keltirilmagan. Keltirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. To'rtinchi, dissorsiya va sorbent qayta ishlash, regeneratsiya bo'yicha amaliy tavsiflar yetarli emas. Dissorsiyalanish samaradorligi, sorbentning qancha marta qayta ishlash mumkinligi va boshqa ma'lumotlar batafsil keltirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Beshinchi, til va terminologiya va iqtiboslar shaklida kichik noaniqlik va tipografik xatolar mavjud. Dissertatsiya avtoreferatdagi quyidagi mutaxassislar taqrizlari olingan va ushbu taqrizlarda bajarilgan ish ijobiy baholanib, ishning dolzarbligi, ilmiy yangiligi, olingan natijalarning ilmiy asoslanganligi va amaliy ahamiyati chop etilgan maqolalarni ko'rsatilgan. Buning bilan bir qatorda taqrizchilarda quyidagi kamchilik va takliflar keltirilgan. Birinchi taqrizchi Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti biokimyo instituti inorganik va kimyo materialshunoslik kafedrasi mudiri professor Abdurahmonov Ilhom Ergashboyevich tomonidan taqriz ijobiy dissertatsiya avtoreferati bo'yicha kamchiliklar keltirilmagan. Ikkinchi taqrizchi O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti kimyo xizmat bo'lim boshlig'i, kimyo fanlari doktori, professor polkovnik Usmonova Hilolom Mataliyevnadan taqriz ijobiy dissertatsiya avtoreferati bo'yicha quyidagi tavsiyalar keltirilgan. Qo'rg'oshin yo'lini aniqlash uchun tanlangan metil timol ko'ki reagentining suyuq fazadagi nur yutilish to'lqin uzunligi 436 nanometr deb berilgan, lekin qattiq fazada esa nur qaytarish spektri kubelka funksiyasi o'tkazilganda bu qiymat 450 nanometrga teng deb ko'rsatilgan. Dissertatsiya ishi avtoreferatida stilistik va grammatik, ortografik kamchiliklar uchraydi. Uchinchi taqrizchi Abraham Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kimyo kafedrasi professori, kimyo fanlari doktori Boltayeva Muhabbat Matnazarovna tomonidan berilgan dissertatsiya avtoreferati bo'yicha quyidagi tavsiyalar keltirilgan. Dissertatsiya ishi aynan 02.00.02 analitik kimyo ixtisosligi bilan bir qatorda 11.00.05 atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ixtisosligi bo'yicha ham bajarilganligi uchun qo'rg'oshin va kadmiy yo'llarining o'simliklarning o'sishida ta'siri ham o'rganilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. To'rtinchi taqriz Iqtisodiyot va pedagogika universiteti umumiy metodologik fanlar kafedrasi professori, texnika fanlar doktori Ishonqulov Ravshan Abdurazzoqovich tomonidan berilgan dissertatsiya avtoreferati bo'yicha quyidagi tavsiyalar keltirilgan. Taqdim etilgan ilmiy ishning natijalari va olingan kashfiyotlar innovatsion xarakter va amaliy qo'llanish doirasida inobatga olib, patent olish uchun murojaat qilishni tavsiya etilgan. Beshinchi taqrizchi Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti geografiya va tabiiy resurslar kafedrasi dotsenti PhD Fozilov tomonidan berilgan taqriz ijobiy dissertatsiya avtoreferati bo'yicha kamchiliklar keltirilmagan. Oltinchi taqrizimiz Qoraqalpog'iston tabiiy va fanlar va tadqiqot instituti direktori, biologiya fanlari doktori, professor Svetlana Mambetullayevna tomonidan berilgan dissertatsiya avtoreferati bo'yicha quyidagi tavsiyalar keltirilgan. Reagentlarning toksik ta'siri haqida batafsil ma'lumot berishni taklif qilingan. Yettinchi taqrizchi Bag'oza universiteti kimyoviy injineriya kafedrasi professori Demir Muslim tomonidan berilgan taqriz ijobiy dissertatsiya avtoreferati bo'yicha kamchiliklar keltirilmagan. Sakkinchi taqrizchi Belarus Milliy texnika universiteti konchilik va atrof muhitni muhandisligi fakulteti dekani
Texnika fanlar nomzod, dotsent Andreyevich Kalagirovga tomonidan berilgan dissertatsiya taraqqiyoti bo'yicha kamchiliklar keltirilmagan. Aha. Marhamat, keltirilgan kamchiliklarga javobingiz. Avtoreferatimga taqrizlab bergan hamma ustozlarga rahmat. Demak, ijozat bilan demak javoblarimni o'qiyman. Ikkinchi taqrizchimiz Hilola Umatullayevning birinchi keltirgan kamchiliklariga metil timol ko'k reagenti suyuq fazadagi nur yutish to'lqin puliga 450 nanometr bo'lib, qattiq fazada esa nur qaytarish spektrlar olinib ko'paytma funksiyasiga o'tkazilganda bu qiymat 450 nanometrga tengligi aniqlangan. Bunga sabab reagentni tola yuzasiga immobillanish orqali uning molekulyar tuzilishi va interfikatsiyasi o'zgarishi mumkin. Bu o'zgarishlar spektral xususiyatlarga ta'sir qiladi. Yutish yoki qaytarish spektrlari orasida kichik o'zgarishlar keltirib chiqaradi. Ikkinchi kamchiliklarga, ya'ni stilistik kamchiliklarga rozimiz. Keyingi ishlarda to'g'rilashga harakat qilamiz. Uchinchi taqrizchi Baltayeva Muhabbat Matnazarovna nimalarga bergan kamchiliklarga berilgan takliflarni inobatga olamiz. Keyingi ishlarimizda bu ma'lumotlarni ham qo'shamiz, ya'ni o'simliklar bo'yicha. Ravshan Abdurazakovich ustozi bergan takliflar, patent olish bo'yicha takliflar, demak hozirda bu borada ishlar boshlangan. Harakatdamiz. Demak, keyingi ishlarimizni amalga oshiramiz. Svetlana Mambetullayevnani kamchiliklariga keladigan bo'lsak, reagentlarning xususiyatlari borasida avtoreferatda ma'lumotlar kiritilmagan, lekin dissertatsiyaning ikkinchi bobida reagentlarning toksik, fizik va kimyoviy xususiyatlari bo'yicha to'liq ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Rasmiy apparat kimyo fanlari doktori professor Stepanov Marat Mirzayev studiyadan marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Mana hozir tadqiqotchi tomonidan juda katta qilingan ishlarni ma'ruzasini tingladik. Seminarda ham eshitgandik, juda ko'pchilik savollar berilgandi. Seminarda ham har bir savolga to'xtalib, alohida o'zini fikrlarini aytib o'tdi. Bunda masala nimada? Demak, ipak fibronni organik reagentlar bilan immobillash. Bu jarayon haqiqatan dunyoda juda ko'p joylarda ishlatilmaydi. Sababi aynan Xitoyda o'ylayotgan bo'lsak, ularda ipak tolasi deyarli 100% ishlatiladi. Chiqim nisbati chiqmaydi-da. Demak, bizda sanoat rivojlanib boryapti. Balkim bizda ham vaqt keltirib, siz aytayotgan joylarda chiqimni bo'lmay qolishi mumkin. Lekin qilingan ish haqiqatan hamma tomonlama bugungi o'sha ilmiy darajani olish uchun nizom talablariga mos keladi. Agar ruxsat bersalaring, men taqrizda o'qib bersam, To'rayev Mohir Jamshid qizini 02:00:02 analitik kimyo va 11:00:05 atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ixtisosliklari bo'yicha atrof muhit obyektlaridan qo'rg'ovchi 2 va kadmiy yo'llarni azot tutgan organik reagentlar yordamida sarchon spektroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqish mavzusidagi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan dissertatsiya ishi va avtoreferatiga taqriz. So'nggi yillarda demak sanoat juda ham urbanizatsiya, ayniqsa juda ham keng rivojlanib borayotgan paytda atrof muhitga katta miqdordagi ifloslantiruvchi moddalar, xususan og'ir va zaharli gaz metallar chiqarilmoqda. Tadqiqotchi tomonidan taklif qilinadigan ikkita metal ionlarni aniqlash usullari bu aynan shu ifloslantirish sohasi bo'yicha ikkalasi ham birinchi sinf vakili hisoblanadi. Buni dokladda ham aytib o'tildi. Ushbu zaharli metallarning ko'pchiligi metal eritish, tozalash, galvanik qoplamalar va boshqa faoliyatlar ta'sirida ajralib chiqadi. Demak, bu metallar suv ekotizimlariga tushib, inson, hayvon va o'simlik salomatligiga, ayniqsa bolalarda onkologik va nevrologik kasalliklarni olib kelishi aniqlangan. Shu sababli og'ir metal yo'llarini aniqlashning tanlab ta'sir etuvchan sezgir usullarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga kasb etadi hamda ilmiy jihatdan dolzarb hisoblanadi.
dissertant tomonidan tadqiqotning obyekti, predmeti, usullari, ilmiy yangiligi, amaliy natijalari, tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berib o'tildi. Sanoat oqova, tabiiy suvlar tarkibining yo'llarini aniqlash va tozalashga qaratilgan yangi sarchon spektroskop usulini ishlab chiqish bo'yicha olingan natijalar asosida, demak, ikkala yo'llarni immobillangan organik reagentlar yordamida sarchon spektroskop usuli shurtdan neft va gazni qazib chiqarish boshqarmasi amaliyotga joriy qilingan. Bu haqda demak shurtdan neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasining 2025-yil 11-apreldagi 5-son ma'lumotnomasi taqdim qilingan. Natijada texnologik suvlar tarkibida qo'rg'oshin va kadmiy yo'llarni aniqlash imkonini bergan. Ikkinchi, immobillangan organik reagentlar yordamida har ikkala metall yo'llarini aniqlash hamda ajratib olish usuli Muborak gazni qayta ishlash zavodining laboratoriyasida amaliyotga joriy qilingan. Bu haqda demak Muborak gazni qayta ishlash zavodi 2025-yil 30-apreldagi 20.03.1695 son ma'lumotnomasi olingan. Natijada chiqindi suvlarning tarkibidan qo'rg'oshin va kadmiy yo'llarini aniqlash hamda samarali tozalash imkonini bergan. Turli namunalar tarkibidagi qo'rg'oshin va kadmiy yo'llarini immobillangan reagentlar bilan sarchon spektroskop aniqlash usuli O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi portlash texnik ekspertizalar bo'limida joriy qilingan. Bu haqda ushbu vazirlikning ekspert kriminalistika bosh markazi 12/2/1447 hamda 25-yil 23-oktyabrdagi ma'lumotnomasi taqdim qilingan. Natijada turli namunalar tarkibidagi qo'rg'oshin 2 va kadmiy yo'llarini tezkor aniqlash imkonini bergan. Ilmiy tadqiqotchining kirish qismida dissertatsiyaning dolzarbligi, tadqiqot maqsadi, vazifalari hamda fan texnologiya taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlariga mos kelishi, tadqiqotning ilmiy amaliy yangiliklari keltirilgan. Olingan natijalar ishonchliga asoslangan. Tadqiqot natijalarini joriy qilish ro'yxati, nashr etilgan ishlar va dissertatsiya tuzilishi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Dissertatsiyaning qo'rg'oshin va kadmiy yo'llarining atrof muhitdagi tarqalishi, ekologik ta'sir va aniqlash usullari adabiyotlar sharhida qo'rg'oshin va kadmiy yo'llarining atrof muhitda uchrashi, ekologiya hamda inson organizmiga toksik ta'siri va metall yo'llarini aniqlashning kimyoviy, fizik kimyo usullari borasidagi adabiyotlar keng qamrovli o'rganilgan va tahlil qilingan. Og'ir metallar orasida ushbu yo'llarning toksiklik darajasi yuqori bo'lishiga qaramasdan, sanoatning ko'pgina sohalarida keng qo'llaniladi. Ushbu metallar sanoat chiqindilari, avtomobil gazlari, batareyalar va boshqa turli manbalardan tuproq, suv, havoga tushadi va ifloslantirib, ekotizim hamda inson salomatligiga zarar yetkazadi. Dissertatsiyaning 2-bobida qo'rg'oshin va kadmiy yo'llarini sarchon spektroskop aniqlash uchun zarur bo'lgan tajriba asoslarining to'liq tavsif keltirilgan. Tadqiqotda qo'llanilgan asbob-uskunalar, o'lchov anjomlari va idishlar texnik xususiyatlar bilan birgalikda sanab o'tilgan. Kimyoviy reaktivlar va yordamchi eritmalar ro'yxati, shuningdek standart eritmalarni tayyorlash hamda ularni aniq konsentratsiyaga keltirish usullari bayon qilingan. Tahlil jarayonida qo'llanilgan asosiy organik reagentlar metil timon ko'ki va kadion iriyaning fizik kimyoviy xossalari, ularning ishlatish afzalliklari hamda eritmalarini tayyorlash texnikasi batafsil yoritib berilgan. Sorbin sifatida ipak fibrin to'lasi tanlanib, unga reagentlarni immobillash bosqichlari va texnologik shartlari ilmiy asosda bayon qilingan. Dissertatsiyaning metil timon ko'ki va kadion iriya reagentlarni tashuvchiga immobillash va qo'rg'oshin hamda kadmiy yo'llarni kompleks hosil qilishida optimal sharoitlar yarat nomli 3-bobida metil timon ko'ki va kadion iriya organik reagentlarni ipak fibrin polimer sorbentiga immobillash orqali har ikkala yo'llarni sarchon spektroskop usulida aniqlashga yo'naltirilgan kompleks hosil bo'lish jarayonining optimal sharoitlari o'rganilgan hamda hosil bo'lgan kompleksning Burger-Lambert-Berg qonuniga bo'ysunish oralig'i topilgan va usulning aniqlanish chegaralari keltirilgan. Dissertatsiyaning 4-bobida qo'rg'oshin va kadmiy yo'llarini aniqlash uchun ipak fibrin to'lasiga immobillangan metil timon ko'ki va kadion iriya reagentlari asosida hosil bo'lgan komplekslarning tuzilishi, hosilani baholashda turli spektroskopik hamda uskunaviy usullar qo'llanilgan. Dissertatsiyaning 5-bobida
ishlab chiqilgan satsion spektroskop usul yordamida qo'rg'oshin va kadmiy yo'llarini real obyektlarda aniqlash, monitoring olib borish va usulning analitik meteorologik ko'rsatkichlarni baholash bo'yicha tizimli tadqiqotlar o'tkazilgan. To'rayeva Mohir Jamshid qizining kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishi yakunlangan ilmiy ish bo'lib, dissertant tomonidan immobillangan organik reagentlar yordamida qo'rg'oshin 2 va kadmiy 2 yo'llarini aniqlashning satsion spektroskop usuli ishlab chiqilgan. Oqova suv tarkibidagi qo'rg'oshin va kadmiy yo'llarini aniqlashga qo'llanishi hamda sorbent sifatida tabiiy ipak fibrondan foydalanganligi ushbu ishning nazariy va amaliy ahamiyatini oshirib beradi. Avtoreferat va nashr etilgan ilmiy ishlar dissertatsiya mazmunini to'la namoyon etadi. Bajarilgan ilmiy ishning yutuqlari bilan bir qatorda ayrim kamchiliklarni ham ko'rsatishimiz mumkin. Birinchi, dissertatsiya ishida ishlab chiqilgan usulni boshqa klassik usullar bilan solish jadvali keltirilsa, yangi usulning imkoniyatlari yanada ochib berilgan bo'ladi. Bu bo'yicha hozir bitirgan demak kengash a'zolaridan ko'plab savollar tushdi. Tadqiqot ishida qo'llanilgan ipak fibron to'lasi tarbiy sorbent bo'lib, unga to'g'ridan to'g'ri immobillanishi amalga oshirib bo'lmaydi. Shu sababli ipak fibron to'lasini immobillash jarayoniga tayyorlash bosqichlari borasida ham tegishli ma'lumotlar keltirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Qo'rg'oshin 2 va kadmiy 2 yo'llarini aniqlash jarayonida xalaqit beruvchi kationlarning ta'siri o'rganilgan. Anionlarning ham xalaqit beruvchi ta'siri o'rganilganda yaxshi bo'ladi. To'rtinchisi, ishlab chiqilgan usulning texnologik suvlar tahliliga tatbiq etilishi jarayonida ushbu suvlarning pH ko'rsatkichi aniqlanganmi? Bu sharoitda ipak fibron to'lasi asosidagi sorbentdan foydalanishning barqarorligi va amaliy qo'llash imkoniyatini ilmiy jihatdan asoslash zarur hisoblanadi. 5. Qo'rg'oshin 2 va kadmiy 2 yo'llarini aniqlash uchun ishlab chiqilgan satsion spektroskop usul uchlamchi va murakkab model aralashmalariga tatbiq etilgan. Bunda nima sababdan murakkab model tizimlarini tayyorlashda aynan shu metall ionlardan foydalanilgan. 6. Dissertatsiyaning asosiy belgilari va qisqartmalar qismida keltirilgan ba'zi qisqartmalar dissertatsiyada foydalanilmagan. 7. Ishda stilistik va grammatik xatoliklar uchraydi. Yuqorida keltirilgan kamchiliklar va tavsiyalar ishning ilmiy hamda amaliy ahamiyatini kamaytirmaydi. To'rayeva Mohir Jamshid qizining atrof-muhit obyektlaridan qo'rg'oshin 2 va kadmiy 2 yo'llarini azot tutgan organik reagentlar yordamida satsion spektroskopik aniq usullarni ishlab chiqish mavzusidagi dissertatsiya ishi ilmiy saviyasi, mavzuning dolzarbligi, qo'yilgan maqsadga erishganligi, ilmiy yangiligi, amaliy ahamiyati to'liq bayon qilinganligi, dissertatsiya ishida olingan natijalarning amaliyotga joriy etilganligi, talabgor o'tkazgan ilmiy tadqiqotlar asosida muhim ahamiyatga molik tarzda ilmiy muammo hal qilinganligi va 02.00.02 analitik kimyo, 11.00.05 atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohalarini rivojlantirishda ma'lum bir yutuq deb baholash mumkin bo'lgan ish amalga oshirilgan. Dissertatsiya va dissertatsiya avtoreferatining mazmuni, hajmi, rasmiylashtirilishi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi va uning muallifini 02.00.02 analitik kimyo hamda 11.00.05 atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ixtisosliklaridan kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy tahlilchi professor Sulton. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Marhamat. Keltirilgan kamchiliklarga javobingiz. Ustozga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Dissertatsiya avtoreferatimni sinchkovlik bilan tekshirib, o'zlarini kamchilik va takliflarini berganlari uchun keltirilgan kamchilik va takliflar yuzasidan javob beradigan bo'lsam, 3-kamchilik doirasida anionlarning xalaqit beruvchi ta'siri o'rganildi. Bu o'rganilgan vaqtda anionlarning xalaqit bermasligi aniqlanganligi sababli bu ma'lumotlar dissertatsiyaga kiritilmagandi. 4-kamchilik doirasida tadqiqot ishida Muborak gazni qayta ishlash zavodi hamda sho'rta neft gaz qazib chiqarish boshqarmasi texnogen suvlar tahlili amalga oshirilgan
avval bu suvlarni muhiti, ya'ni pH ko'rsatkichi o'lchangan. Bunda Muborak gazni qayta ishlash zavodining texnogen suvida pH ko'rsatkichi 5,2 ga, Sho'rta neft gaz qazib chiqarish boshqarmasida esa bu qiymat 8,1 ga teng. Bunday pH ko'rsatkichlarda tabiiy ipak fibrain destruksiya jarayoni kuzatilmaydi. Aynan shu texnogen suvlar uchun ipak fibrain tolasini qo'llash mumkin. 5-chi kamchilik doirasida murakkab model aralashmalar tayyorlashda asosan temir, mis, rux, kobalt kabi metallardan foydalanilgan bo'lib, texnogen suv namunalari ko'p elementli analiz usullari bilan tahlil qilinganda aynan bu metallarning qo'rg'oshin va kadmiy metallar bilan birgalikda uchrashi aniqlangan. Shu sababli murakkab model aralashmalar tarkibi tabiiy texnogen suvlar namunalariga o'xshash holda tayyorlangan. Qolgan 1-chi, 2-chi, 6-chi va 7-chi berilgan taklif va kamchiliklarga rozimiz. Keyingi ishlarimizda to'g'rilaymiz va inobatga olamiz. Rahmat. Hop. Biz keyingi rasmiy apparatimiz texnika fanlari doktori professor Muhammad Xolijon Qo'g'uvchiga marhamat oldi. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli yuridik kengashi a'zolari, aziz mehmonlar. Mana hozir biza To'rayeva Mohinur Jamshid qizini bajargan ilmiy tadqiqot ishi bilan tanishdik. Ilmiy tadqiqot ishi juda ko'p ish qilingan. Mana hozir bu yerda berilgan prezentatsiyalarda, keyin o'zlarini ma'ruzalarida berilgan savollarga aniq javob berdilar. Bu juda katta tayyorgarlik ko'rilgan. Bironta qog'ozdan ushlamasdan o'zlari gapirdilar. Chunki o'zlarini qo'llari bilan qilganlar deyishdi. Endi men bu ishni qo'llab-quvvatlayman. Hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, Marat Mirzayevich mendan oldin taqdizlari bo'yicha har bitta 5 ta bob bo'yicha to'liq tanishtirib o'tdilar. Men o'ylaymanki, agar ruxsat bersanglar, qaytarib o'tirishga hojati yo'q. Agar ruxsat bersanglar, men faqat kamchiligini sizlarga aytib o'tsam, ruxsat bersanglar. Dissertatsiya ishi ijobiy natijalar bilan birga ayrim taklif va mulohazalarni ham xoli emas. Birinchi, adabiyotlardan ma'lum og'ir metallar 40 dan ziyod bo'lib, nima sababdan tadqiqot ishida aynan qo'rg'oshin va kadmiy metal ionlari tanlangan. Ikkinchi, suv, havo va tuproq tarkibidagi qo'rg'oshin 2 va kadmiy 2 ionlarini kompleks holda o'rganilib, umumiy ekologik xulosa chiqarilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Uchinchisi, Muborak gazni qayta ishlash zavodi va Sho'rtan neft va gazni qazib chiqarish boshqarmasi atrofida o'sayotgan o'simliklarga qo'rg'oshin 2 va kadmiy ionlarini ta'sirini o'rganilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. To'rtinchi, olib borilgan ilmiy tadqiqot ishida tabiiy suvlardan tahlil faqat Qashqadaryo daryosi namunalariga asoslangan. Tadqiqotning ilmiy ahamiyatini yanada oshirish maqsadida sanoat yaqinida boshqa tabiiy manbalardan olingan namunalarni ham tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'lar deb hisoblayman. Beshinchi, Qashqadaryo daryosi suvining mavsumiy va yillik tahlillari natijasida metal ionlarni konsentratsiyasining o'sishi dinamikasi aniqlangan. Ushbu o'zgarishlarni keltirib chiqaruvchi asosiy omillarni aniqlash va ularni ilmiy asosda tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Keltirib o'tilgan kamchiliklar taqdim qilingan dissertatsiya ishining umumiy salohiyati, saviyasi, mazmuni, mohiyatiga ta'sir qilmaydi. Uni qiymatini kamaytirmaydi. To'rayeva Mohinur Jamshid qizining 02:00 analitik kimyo va 11:00:05 atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ixtisoslari bo'yicha atrof muhit obyektlarida qo'rg'oshin va kadmiy ionlardan azot tutgan organik reagentlar yordamida sarson spektroskopik aniqlash usullarini ishlab chiqish mavzusidagi dissertatsiya ishi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun loyiq deb hisoblayman. Taqrizchi Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish kafedrasi professori Obidjon G'ofuriy Muhammedov. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat domla. Marhamat, keltirilgan kamchiliklarga javobingiz. Ustozga kattakon rahmat beraman. Bergan takliflari va ko'rsatgan kamchiliklari sinchkovlik bilan dissertatsiya ishimni o'rganib chiqqanliklari uchun. Keltirilgan kamchiliklarga javobimga keladigan bo'lsak, birinchi kamchilik doirasida nima uchun aynan qo'rg'oshin va kadmiy metallari tanlab olingan. Hop, demak, ekologik jihatdan eng xavfli uchlik tushunchasi bor, ya'ni eng xavfli uchta metall bu qo'rg'oshin, kadmiy va simol hisoblanadi. Shu sababdan bu metall ionlarini aniqlashni aniq, tezkor, arzon usullarni ishlab chiqarish juda muhim sanalganligi uchun va dolzarbligi uchun aynan shu metall ionlarini tadqiqot ishida tanlab olganmiz. To'rtinchi kamchilik doirasida Qashqadaryo viloyatidagi eng yirik tabiiy suv manbasi hisoblanadi. Qashqadaryo viloyatini sug'oriladigan yerlari va sanoat uchun eng muhim suv manbai hisoblanganligi sababli aynan shu daryo suv namunalari tanlab olinib, tahlillar amalga oshirilgan edi. Beshinchi kamchilik doirasida 5 yillik mavsumiy natijalar tahlil qilinganda aynan bahor mavsumida qolgan mavsumlarga nisbatan ortish kuzatilgan. Buni asosiy omili sifatida mavsumiy yog'ingarchilikning ko'p bo'lishi hamda qishloq xo'jaligi yumushlarini asosiy omil sifatida keltirishimiz mumkin. Qolgan berilgan kamchilik va takliflarga roziman. Keyingi ishlarda bartaraf etamiz. Endi muhokamani davom ettiramiz. Hurmatli ustozlar, kimda dissertatsiya va dissertatsiya to'g'risida qanaqa fikrlar bo'lsa, marhamat. Kim qanaqa fikrlar bildirmoqchi? Hurmatli ustozlar, Zoom'dagi domlalar, marhamat. Dissertant va dissertatsiya yuzasidan qanaqa fikrlaringiz bor? Fikrlar bormi ustozlar? Assalomu alaykum. Mumkinmi? Mumkin, marhamat domla. Hurmatli Milliy kengash raisi, hurmatli Milliy kengash a'zolari, mana bugun To'rayeva Mohinur Jamshid qizini ikkita shifr, ya'ni analitik kimyo hamda atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ixtisoslari kesimidagi falsafa doktori, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktor dissertatsiya ishini muhokama qildik. Haqiqatdan Mohinur Jamshid qizi haqiqatdan o'zini juda ham o'sha bilimdonligi, o'sha berilgan savollarga aniq va lo'nda javob berishi bilan va o'zini mana dissertatsiya ishidagi olib borgan tadqiqotlarini qanchalik o'zi qo'li bilan bajarganligi va ushbu soha bo'yicha malikaga ega ekanliklarini mana o'zlari namoyon etdilar va bundan oldin mana yetakchi tashkilot sifatida Toshkent kimyo texnologiyasida muhokama qilindi. Muhokama qilinganda ham mana 20 dan ortiq savollar berilib, mana shu savollarga ham o'zlari demak bilimlarini ko'rsatib, barcha o'sha seminar a'zolarining oldida o'zlarini mana bilimga chamqishlari bilan namoyon etdilar. Va bugungi dissertatsiya ishida ham bir necha savollar berildi. Juda ham yaxshi javob berdilar deb o'ylayman. Yaxshi tayyorgarlik ko'ribdilar. Dissertatsiya ishi ham mana avtoritet qo'limda turibdi. Haqiqatdan yuqori saviyada bajarilgan, tugallangan ilmiy tadqiqot ishi hisoblanadi. Va ularni ilmiy tadqiqot ishlarini yanada davom ettirib, mana kelajakda doktorlik dissertatsiya ishiga albatta yetkazish kerakligini men tilab qolardim. Ilmiy kengash a'zolaridan To'rayeva Mohinur Jamshid qiziga ijobiy baho berishlarini so'rab qolaman. Rahmat. Rahmat domla. Marhamat. Yana kimda qanaqa fikrlar bor? Ustozlar. Marhamat.
bolalarni ham ishlab yengillanib ishlab chiqadigan bo'lsak, hozirgi kunga manimcha toza muammolarni qisman hal qilishga yo'naltirilgan deb hisoblayman. Ishlar haqida fikrim ijodiy, hammani qo'llab-quvvatlash taklif qilaman. Marhamat, qanaqa fikrlar bor? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, kengash a'zolari. Mohinurda shu birinchi kelgan kunlari men esimda, kafedraga kelganda birgalikda shu imkon darajasi shu ilmiy shaxsga maslahat berganmiz. Yo'l yo'riqlarni imkon darajasida tushuntirganimizda tez o'ziga olib, shu adabiyotlar sharhi qismini qisqa muddatda shu mavzu tanlashi juda tez muddatlarda bajardi. Buni men o'zim guvohman. Keyin mana ilmiy ishi dastlab bu mustaqil izlanish yo'l boshladi kafedrada. Keyinchalik doktoranturada joy ochilganligi sababli sertifikat olib, ingliz tilini bemalol yaxshi biladi. Men afterga tarafidan ko'rib, ingliz tilini yozib ikkinchi qismi. Ingliz tilini sertifikat olgandan keyin texnika universitetiga doktoranturaga kirib, yana ishini davom ettirdilar. Mana bugungacha men tugatgan ikkita ixtisoslik bo'yicha Zoomdan men eshitib turdim, ma'lum bir sabablarga ko'ra kechikdim, lekin Zoomdan albatta eshitib turdim. Savol-javoblarga juda yaxshi javob berdi. Darslarda ham o'zidadir, ilmiy seminarda ham eshitganmiz, dissertatsiyasi bilan avtoritet o'zim tanishman, taqrishi bo'lganman. Shu o'zimni qo'llab-quvvatlayman. Sizlardan kengash a'zolari qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Albatta ish ikkita ixtisoslikka, ya'ni 0.2 analitik hamda 11.05 atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurs orqali foydalanish ixtisoslariga to'liq mos keladi va hozirgi kundagi zamon talablariga to'liq javob beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Yana kimda qanaqa fikrlar bor? Savol bo'lsa yetarli bo'lsa, fikr bo'lsa yetarli. Nima degan gap bu? Rahmat, agar fikrlar yetarli bo'lsa, men ham ijobiy fikrdaman. Keyingi ishlaringizda boshqa metallarni ham aniqlang. Faqat rux bilan kadmiydi emas, Qashqadaryoda boshqa metallar ham bo'lsa kerak. Men ishlatilayotgan hamma metallarni aniqlab, Qashqadaryoda neft gaz zavodining yoniga metal tozalash zavodlarini qo'yib qo'ysangiz ham xursand bo'lardik. Xo'p, demak, shu jihatda ishlaringiz yaxshi. Demak, mana ustozlar aytgandek davom ettirish nasib qilsin, davom ettirishga harakat qiling. Xo'p, ishimizni davom ettiramiz, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli ustozlar. Endi ishimizni davomi sifatida hisob komissiyasining tarkibini tanlab olishimiz kerak. Qanday fikrlar bor? Bo'lsa bo'lmasa o'zi ishladan odamga olgan. Demak, hisob komissiyasi raisi bo'yicha tanlash bo'yicha rais sifatida kimyo fanlari doktori Aliyeva Muqaddas va a'zolar Ziyoyev Dilshod Abdullayevich va Hojiyev Jamoliddin Nasriddinov